Hammamiz yuzimizda Demodex skanasi mavjud, lekin uni butunlay yo'q qilish emas, balki ko'payishini nazorat qilish juda ham muhim. Demodex soch follikullalari va yog' bezlari atrofida yig'iladigan mikroskopik kana hisoblanadi. U yuzingizda ko'payib ketganda yuzingizda achishish, qizarish va yallig'langan toshmalar toshishi mumkin. Koreya dermatologlarining yondashuvi qanday? Avvalo, har bir toshmani Demodex deb qabul qilishmaydi. Chunki belgilari akne, rozatsiya va dermatitga juda ham o'xshab ketadi. Tashxis tasdiqlangandan so'ng hammani yuzini holatiga qarab individual mahsulotlar berishadi. Asosan ivermektin tarkibli Salanta 1% metronidazol yoki boshqa preparatlar berishlari mumkin. Lekin bitta mayz bilan albatta ish tugatilmaydi. Uy sharoitidagi professional kosmetik mahsulotlar bilan lecheniya davom ettiriladi. Hozirgi kungacha Demodex muammosi bilan kelgan juda ham ko'p bemorlarimiz aynan shu uchlik bilan yuzlardagi muammoni hal qilishga yordam berganmiz. Ularning tarkibidagi ingrediyentlar yuzingizni qizarishlarini tinchlantiradi, yog' balansini normallashtiradi. Saynar jelizalarda ishlab chiqarishi normallashgandan keyin Demodex kanalari ozuqalanmay qolishadi va albatta ular sekin-sekin yuzingizda qurib yo'q bo'lishni boshlaydi. Meni eng sevimli kremim Cell by Cell Purifying Balance kremi. Buni tarkibida tea tree oil juda ham zo'r dozada qo'shilgan. Salitsil kislotasi va kolin yuz terisidagi dog'lanishni kamaytirishga juda ham katta yordam beradi. Tarkibidagi centella, aloe, pantenol, betain yuzingizdagi yallig'lanishlarni kamaytirib, qizarishlarni kamaytirib, baryerini tiklashga juda ham katta yordam beradi. Demodex skanasini davolash davrida albatta gigiyena ham juda ham katta rol o'ynaydi. Polis bilan qashlash qat'iyan man etiladi. Ostiq jildlarini tez-tez almashtirish yoki kech payt yotishdan oldin issiq dazmol qilish maslahat beriladi. Agar siz ham yuzingizda qizarish, qichishish, achishish va yallig'langan toshmalar toshayotgan bo'lsa, kommentariyaga Demodex so'zini qoldiring va biz sizga yuzingiz holatiga qarab konsultatsiya